Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan Total Commander'ı shortcutlarini ko'rib chiqamiz, tezkor tugmalarini. Total Commander o'zi ishlatadiganlar bo'lsa ancha bu dasturni qadriga yetadi. Ishlatmaydiganlar bo'lsa tavsiya qilaman. Va siz bu dasturda Total Commander'da lekin tezkor tugma men o'zim ishlatmadim. Doimiy ishlataman Total Commander, lekin tezkor tugmalarni umuman ishlatmasdim. Lekin 76 ta tezkor tugmasi bor ekan. Judayam ajoyib. Hozir shularni ko'rib chiqaman, hammasini o'rgataman. Shu bilan birgalikda Total Commander ishlatmasanglar ham videoda ko'ringlar. Video davomida Total Commander o'z foydasini bilib ketasizlar. Xo'p, qani ketdik. Shu o'rinda Telegram kanalimni sizlarga tavsiya qilib o'taman. Bahodirjon Mullajonov Telegram kanali. Qattiq X bilan Bahodirjon qisqacha Mullajonov deb qidirasizlar. Kanalga obuna bo'ling. Juda ham foydali bilimlar shu yerda. Yangi videolar YouTube kanalimdagi, Telegramdagi IT haqidagi postlar hammasi shu kanalga berib boriladi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hop, qani ketdik. Bizda tezkor tugmalar mana ko'rib chiqamiz. Va Total Commander o'zini ham ochib olishim kerak. Mana Total Commander ochdim dasturni. Ekran quyidagidek ikkiga bo'lingan bo'ladi. Bu tarafda masalan C disk, bu tarafga D disk ochib qo'yishimiz mumkin. Mana fayllar bilan ishlagani juda ham qulay. Mana ikkita. Bundan bunga ikkita joy ochasiz, bundan bunga narsalar tashaverasiz. Endi F2 tugmasi обновить ekan. F2 ni bossangiz, lekin nomiga переименовать kirib ketyapti. Mana papkalarni nomini o'zgartirish uchun сразу F2 bossangiz bo'lar ekan. Ya'ni mishka tomon bosib, uni свойствоsi переименовать kirish shart emas. Shunda F2 ni bossangiz nomini o'zgartiraverar ekan. F3 fayl ushlanmagan deyapti. Mana bunday qilishgan. Da, ana uni ko'rish ekan. Faylni ichini ko'rish ekan. F3 faylda, papkada emas. Ya'ni YouTube kanali uchun man rasmga F3 bossam, mana rasm prosmotr qilar ekanda. F3 bossanglar faylni ko'rar ekan. F3. F4 faylni o'zgartirish. Ya'ni rasmga bosib F4 bossam, albatta bu rasmni o'zgartira olmaydi. Menimcha Excel'da faylni ham o'zgartira olmas ekan. Tekstli dokument o'zgartiraman oddiy. Ha, tekstli dokument bo'lsa mana o'zgartirish kirar ekanda. F4 o'zgartirish ekan totalda. F5 kopirovat qilish, fayllarni ko'chirish, ya'ni mana bu yerga bosib F5 ni bossam, fayl OK deb bossam, mana bu yoqqa ko'chadi. Ko'rdingizmi? Bu yoqdan bu yoqqa ko'chirish aynan F5 bo'ladi. Xo'p, bu yerga end degan fayl kerak emas. Wow, totalda shunday boshqatdan ochib yuboraylik. Xo'p, total komandani ochdik. Endi F6 faylni permessit qilish, faylni bu yoqdan bu yoqqa ko'chirish, ya'ni mana faylni bosib F6 ni bossanglar, fayl OK deb bossangiz bu yoqqa ko'chadi. Permessit bo'ladi, ya'ni copy paste emas, вставить, ya'ni qaysi qilgandek bu yoqqa joy o'zgaradi. F7 katalog yaratish, papka yaratish ekan. F7 ni bossam mana nom qo'yiladi. Mana end desam end degan papka ochiladi. Hop, end degan ochib keladi. F7 masalan 1-2-3. OK. Mana 1-2-3 degan papka ochildi. Ko'rdingizmi? F7 da total komandada sразу papka ochish ekan. Xo'p, F8 faylni удалить qilish. Masalan, istalgan faylni bosib F8 ni bossanglar shu fayl удалить bo'ladi. F9 nima? Hozir F9 ni ko'ramiz. F9 to'g'ri tushunmadim nima bo'lganiga. Mana bu yerga translate ham ochib qo'yay. To'g'ridan to'g'ri ruschadan tarjima qilamiz. Sizlarga aniq tarjimasi bo'lishi uchun faol oyna ustidagi menyu satrini faollashtiring. Ну, ishlatib ko'ring, nima bo'lsa sizlar yozasizlar kommentga. Men bu yerda hamma tezkor tugmalar menga tanish, anaqa notanish to'g'risi Total Commander bo'lgani uchun. Sizlarga yangilik bo'lyapti. Men o'zimga ham yangilik bo'lyapti. Shuning uchun kommentda anaqa bo'linglar, nima deydi? Aktiv bo'linglar. F10 menyuda o'chirib yoqish deyapti. Ya'ni F10 ni bosamiz. Faylli assotsiatsiya ochildi. O'ylay agar bunda nimaligini bilmayman. Sekin yopib qo'yamiz F10 da.
Alt F1 endi altli tugmalar bor ekan. Ajoyib. Alt F1 bossanglar chap tomondagi disk belgilanar ekan. Alt F2 bossangiz o'ng tomondagi. Shunaqa. Alt F1, Alt F2 men de bilmadim. Ha, mana S, D disk alishyapti mana bu yerda. Eng qizig'i men sichqoncham yo'qolib qoldi. Wow. Xo'p, keyingisi. Alt F3. Nimanidir ishlatishyapti. Alt F3 mana ushlab yana sichqoncha. Внешний просмотрщикni ishlatishagan. Упаковать выбранный fayl. Alt F5, Alt F5 anaqa ekan. Upakovka qilish fayli. Istalgan papkani belgilab, Alt F5 bosilib upakovkaga kirar ekan. Alt F6 извлечь все файл из архива под курсором. Hozir ko'ramiz. Alt F6 faylda ekan bu ham. Ma'lum belgilab Alt F6 qilsak arxiv power region. Ha, arxiv fayl bilan ishlar ekan. Arxiv faylda извлечь qilib berar ekan. Da, Alt F6 arxivdan yechish ekan. Zipdan yechish. Alt F7 poisk deyapti. Alt F7 ni bosamiz. Poisk qidiruv va mana papka fayllar ichidan qidiruv bersangiz bo'ladi. Alt F8 nima bo'ldi? Kursordan qo'yib yuboryaptimi o'sha? Открыть история komanды. Oldingi buyruqlarning istoriyasini открыть ochadi deyapti. Mayli. Извлечь все файл из архив под курсором. Alt F9 ham zipdan yechar ekan. Alt Shift F9 arxivni butunligini tekshirar ekan. Mayli, arxiv bilan anaqa qilib. Alt F10 окна дерева каталогом. Qiziq. Nima? Faylda ko'raylikchi. No, bilmadim to'g'risi. Nima bo'lganini tushunmadim. Alt F10da. Kataloglar. Ha, men ichiga kirganimda bo'lsa kerak nimadir xos. Xos tekshirib ko'ramiz. Qiziqarli tuyuldi menga shu narsa. Papkalar ichiga kirgani chuqurroq papka yo'qmi? Chuqur ichiga kiraylikda. Alt F10 ni bossak, baribir tushunmadim to'g'risi. Hech narsa sodir bo'lmaganday bo'ldi. Alt F10. Sizlarda o'xshasa yozinglar kommentga. Alt chap o'ng past strelkalari. Bu anavar ichida yurish deyaptimi hozir? Altni bosib turib, o'ng strelka bossak, chap orqaga qaytish, o'ng oldin yurish, tepa, tepaga chiqib ketish ekan. Alt chap, alt o'ng strelkalari orqali papkalar ichida harakatlansangiz bo'lar ekan. Xo'p. Bu jonivor qachon tugadi? Ana buyruqlar ko'pligini qaranglar. Shift F2 Странит список fayl. Shift F2. Hamma fayllar belgilab oldim. Shift F2. Bor fayllarni kursorga olyapti. Nimagadir. Nima kursorga olgan bilmadim. Hop, keyingisi. Shift F4. Загрузить редактор. Shift F4. Redaktirованный fayl ochyapti, nomlayapti. Buni ham tushunmadim. Shift F5 da faylni ko'chirish mumkin ekan. Ctrl Shift F5 da yarliq yaratish mumkin ekan. Ctrl Shift F5 da. Ctrl Shift F5 da yarliq yaratyapti-da. Shift F6 katalogga nom berar ekan. Papkaga mana bunday belgilab.
F6 bersa da papkaga nom berish. Shift F6. Ctrl Shift F6. Da papkaga nom berish ekan. Xo'p. Endi num knopkalari. Maska berish, maska nu numni ishlatib ko'ramiz hozir. Tushunmadim. Sizlarga anaqa qilaman. Num plus, num minus, num звезда bu numluk emas. Ha, numeratsiya bular просто, da. 1, 2, 3. Tushunmadim nima bo'layotganiga. Tepa past strokalar ishlayapti. Buni ham ishlatib ko'ringlar. Num plus, num minus, num звезда. Bu qanaqa nomer, qanday ishlayotganiga o'ylagan tushunganim yo'q mana shunga. Xo'p, keyingisi. Kontrol numlar, alt numlardan voz kechdim to'g'risi. Родительский katalog ochish bor ekan Totalda. Ajoyib. Bosib turib, backspace bosamiz. Ichiga kirib, backspace nazarku. Bu nima bunaqa ishlayapti? Noto'g'ri yozilganmi? Control panellar bilan ishlash. Manba. Kornoy katalogi to'g'risi jonga tegdi mana shu narsa. Mana bunga o'taylik. Ctrl F tugmalari bor ekan. Wow. Ctrl F1. Qisqa nomlarni ko'rsatish deyapti. Mana bu yerga belgilab turib, Ctrl F1 da bosamiz. Ui, nima bo'ldi? Mana bu nomlar qisqarib qoldi. Mana bu yerga belgilab turib, Ctrl F1. Ui. E'tibor bering, nomlarni qisqartirib, qolgan razmerlarni yopib tashladi lekin nimagadir. Краткий vид ekan, qisqa ko'rinish. Ctrl F2 to'liq ko'rsatish ekan. Ctrl F2. Da, mana bunday holatda edi. Ctrl F. Mana bu ko'rinishni o'zgartirish mumkin ekan. Ajoyib. Mana bunaqa faqat nomlarni qoldirib qo'ysa bo'lar ekan. Siz razmer nimadir chalg'itayotgan bo'lsa, Ctrl F1 bosasiz. Ctrl F2 ni bosangiz hammasi ochilar ekan mana. Men uchun juda ham katta yangilik bo'ldi mana shu narsa. Ctrl F3. Wow, mana bu. F3 dan F6 gacha sortirovka qilish ekan. Nomiga, kattaligiga, vaqtiga, razmeriga. Ya'ni mana bu yerdan Ctrl F3 mana F4, F5, F6 mana sortirovka o'zgaryapti. Ctrl F7 5 sortirovka qoldirish ekan. Ctrl F8 shu derava katalogida ko'rsatish ekan. Shu derava katalogi nima ekan shuni ko'raylik. Ctrl F8. Wow. Qanday qaytaman. Mana qani papka qayerdan kelganini keltirib qo'ydi. Ha, da. Mana papkani ichiga kirib qilsam shuni green card papkani ichiga nima bo'ladi? Ctrl F9. Net vibranniy fayl. F9 mida? F8 da. Ctrl F8. Wow. Mana hammasini ko'rsatar ekan. Derava katalogini ko'rdik va nihoyat nimaligini. Keyingisi Ctrl F10 показать все fayl, hamma fayllarni ko'rsatish. Ctrl F10. Ya'ni mana bu yerdan papkaga kirib qolishim kerakmi? Ctrl F10. Bilmadim. Security fayllarni ochadimi? To'g'ri tushunmadim buni. Ctrl F10 ni. Ctrl F11. Faqat programmalar ko'rsatar ekan. Da, bu anaqa ekan. Masalan, Ctrl F11 ni qilsam, hech narsa ko'rinmay qoladi. F10 hammasini ko'rsatadi. Da. Endi tushunarli F10 ham. F12 показать fayl по выбору. F12 Ctrl F. Bu mana bunaqa qilib sortirovka qilib ko'rsatish ekan. Da. Ctrl F10 hamma fayllarni ko'rsatish, Ctrl F11 faqat programmalarni ko'rsatish, Ctrl F12 sortirovka qilib ko'rsatish ekan. Mana bu yerga narsalarni ko'rish uchun ekan bu. Endi sal oxiri ko'rinyapti ekan. Tab boshqa panelga o'tish deyapti. Tabni bosaman. Tabda chap o'ng mana bu panellarni alishtirish. Tushunarli bu. Insert tugmasi. Mana buni bosib turib, insertni bossam, insertni bilaman. Buni ishlatardim ekan. Mana bu papkalarni masalan belgilash fayllar. Masalan, aynan qaysi papka belgilab o'chirib olish nimadirlar kerak bo'lsa, insert bilan qilasiz shu ishni.
Ho'p, yana qaytadan mana shu fayllar ustiga insert ishlatsangiz, mana belgilangan papkalar navbatda qo'yib yuboriladi. Qizarang o'tgan fayl papkalaringiz kursorga olingan bo'ladi. Mana bularda ham shu boya qizarib qo'yganlar insert ishlarmikan? Ha, ishlar ekan bo'ldi. Ho'p, keyingisi. Space. Bu da, man insert o'rniga probelda ham ishlatsangiz bo'ladi, da. Ha, mana katta nomus knopkada ham kursorga olish mumkin. Buni ham bilardim. Alt Shift Enter. Подсчет занимается объем каталог курсором. Nima? Alt Shift Enter. Alt Shift Enter. Nima? Alt Shift Enter. Da. Man papkalarga Alt Shift Enter'a bossangiz, razmeri mana qancha megabaytlik hammasini ko'rsatar ekan. Ctrl B, Ctrl все. Hop, Ctrl B. Wow. Nima bo'ldi hozir? Ctrl B deb bosdim, nimadir bo'lib ketdi. Hamma fayllarni bitta spiskga chiqarib berar ekan papkani ichidan. Ajoyib. Nima kerak bu bilmadim. Ctrl D. Открыть список горячий каталогом. Ctrl D. Mana bunaqa oyna qismlar ochilyapti. To'g'risi nimaga kerakligini bilmadim. Ctrl F. FTP server bilan FTP server ulanish deyapti. Ctrl F. Shunaqa bo'limi bor ekan. Ctrl Shift F. FTP serverni o'chirish ekan. Ctrl Shift F. Ha. Hop, kontrolni yangi FTP soединение, yangi FTP ulanish. Bu nimaga kerak bularni tushunmadim. FTP ulanish. Total kanalni to'liq ishlatmaymiz deb baribir bilinyapti. Ctrl I другой panelga o'tish. Boyagi tab dishini qilar ekan Ctrl I. Ctrl L vibranium faylda bizaning подчитать qilar ekan. Mana buni qilib turib Ctrl L. Nechta fayl ushlangan, qanaqa megabayt hammasini kontrollardan nastroykasini ko'rsa bo'lar ekan. Ctrl M групповой nomni alishtirishyapti. Ctrl M. Da, bir necha faylni birdaniga nomini o'zgartirish mumkin ekan. Ajoyib. Ctrl P. Komandli strokani yo'lini ko'rsatish. Ya'ni papkani ichiga kirib Ctrl P deb bossak, mana buni ushlab Ctrl P. Ctrl P. No, bilmadim nima o'zgardi. Ctrl P. Hop, keyingisi. Ctrl Q. Ctrl Q deb bossak, prosmotr oynasi. Ha, mana ko'rish knopkasi, bistri prosmotr. Ctrl Q deb bossanglar ochilar ekan. Ajoyib. Buni bilmasdim, bu tezkor tugma Ctrl Q da ishlasin. Bu funksiya. Funksiyani ishlataman doim totalda. Ctrl Q da ishlar ekan tezkor tugma. Ctrl T yangi vkladka ochish. Ctrl T deb bossam, xatga yangi ochyapti. Wow, Total komanda ichida ham bir nechta vkladka ishlatish mumkin. Buni umuman bilmasdim. Siz bilarmidingiz? Total komanda ishlatganlar bo'lsa. Mana bu Total'da ichida, mana bu oyna ichida ham bir necha vkladka ketar ekan Ctrl T da. Mana S M, D M. Dahshat. Birinchi juda katta yangilik. Ctrl U. Nimanidir? Ha, ikkita oynani bir-biriga alishtirishmi? Da, shunaqa. Men o'ng chap oynani Ctrl U da alishtirsangiz bo'lar ekan, u yoq bilan bu yoq. Hop, shuni yopib olib boshqatdan ochaymi. Endi ana ichida vkladka ko'payib ketib qoldi. Bittasida, bittasida Ctrl U deb bosib, bu yoqqa olsa, bu yoqqa D o'tar ekan. Ajoyib. Buni ham bilmasdim, zo'r. Xo'p. Harflar bilan istalgan narsani qidirish mumkin. Totalga kirib, masalan, bugun deb yozsanglar, poyeskga sразу qidiruvga chiqadi. Tabni bossak, da o'ngga chapga alishishi. Ctrl E. Komandli strokani o'chirish. Ctrl E. Nima bo'layotganini tushunmadim. Mana faylga kirib Ctrl E. Hop. Ctrl E. Предыдущий komanda. Kursorni qo'yib yuborish ekan. Ctrl E. Ctrl K. Удалить команду.
Qaysidir byuroda o'chirish deyapti. Buni ham tushunmadim nimaligini. Ha, bilsanglar yozinglar. Ctrl E. Kursorni qo'yib yuborish deydiga, Ctrl E. Ctrl W. Ctrl T. Удалить слово справа kursora. Kursordan chapda, kursordan o'ngda o'chirish bor ekan. Ctrl W, Ctrl T. Ctrl W, Ctrl T. Ha, ajoyib. Ctrl T o'ngga yangi vkladka ochyapti. Yangi oyna, mana bunaqa yangi bo'limchalar. Ctrl W shu bo'limchalarni o'chirib chiqyapti. Bitta qolguncha o'chirar ekan, oxirini o'chirmas ekan. Juda ham ajoyib. Bu ham yangilik bo'ldi. Ho'p, menimcha mana 70 ta degan shortcutlar ko'rib chiqdik, 70 nechta. Lekin ko'p ishlatolmaganlar ham bo'ldi. Menimcha bir 10 tachasini ishlatolmadik. Ishlatib ko'ringlar. Sizlarda o'xshasa yozinglar kommentga. Bilmagan joylarni ham so'rasanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Videoni boshida tavsiya qilgan Telegram kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.